Assalamu alaykum. Aleykümselam. Qanday yaxshi obdan tudinglar? Yaxshi, sizchi? Men yaxshi, shukr. Nima ish qilyapmiz? Tam. Uyning temimi ya? Tam emas, men ingliz ismi Tom bo'lgan keyin, Tam degan bir xil uyning Tam bo'lgan keyin biz uni uyg'urcha ism deb Tursunjon deb qo'ydik. Men tushundim. Mavu Tam haqida hikoyalar degan kitobning men Tam deb tarjima qildik ismlarini. Sizlar uni yaxshi ko'rmay, nima deb tarjima qildinglar? Tursunjon. Bu Tursunjan yürüşlük bo'pti. Tursunjanning qaysi kitobini o'qidinglar? Tursunjon maktabda Tursunjon koronavirus yaqin keyin uyda turmoqchi bo'lgan keyin shunga parxod yasab o'ynab turib ketdik. Bir cho'ng qadam. Tursunjan yomg'ir yoqqanda uyda nima qildi? Men uyg'ongan vaqtida unda parxod yasab Sizlarchu? Mayada koronavirus yaqayotgandan keyin unda o'ziga qilaman qadamni tapabarlikka ma'lum qildi. Bu sening uyinglarmi? Ma'u Tursunjanning yürüşlük kitoblarini ichida yana qaysi kitoblarni o'qib baqdinglar, tunishtirib beramsizlar? Tursunjonning Tursunjon uy ko'chdi. Lekin Tursunjon dengiz sohilida. Tursunjon jig'i siyib qo'ydi. Tursunjon kiyim boshqa xil kiyim kiydi. Qanday kiyim kiydi? Indianning kiyimi. Tursunjonni qarbishdi. Armanjon sizchu siz qaysini o'qidingiz? Tursunjon maktabda. Maktabda. Tursunjon Qumluqda, dengiz sahilida qumda o'ynabdimi? Dengizda. Yana qanday kitoblar bor ekan desa, masalan, Tursunjanning buvisi o'lib ketdi. Tursunjan mökü-mökülan o'ynadi. Tursunjan dehqonchilik maydonida. Dehqonchilik maydonida bir tog'isining bolasini bilan birga o'ynaydi, Tursunjan velosiped mindi. Tursunjanning Rojdestvo bayrami. Tursunjan jazolandi. Tursunjanning yaqin adishi. Tursunjan va Dilxastururu. Tursunjan yutib ketdi. Voy, bozorda anasini topolmay bek bir yaram bo'lib ketdi, Amsa, xayr xo'sh. Uyinglarga kirib kitob o'qamsizlarmi? Hamma kitoblarni ilib o'qamsiz bilan. Xayr xo'sh.